Tasavvur qila olasizmi, bitta kichik xato va sizni butun futbol olami yomon ko'radi. Aynan shunaqa vaziyat Kylian Mbappe bilan sodir etdi. Keling buni birgalikda ko'rib chiqishimizdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz. So'nggi futbol yangiliklar faqatgina bizada. Bilasiz, yaqinda Fransiya Kolumbiyaga qarshi o'ynagan edi va u yerda Yevropalik terma jamoa hech qanaqa muammosiz g'alaba qozondi. Ammo hammaning e'tiborini tortgan bu ikkinchi bo'limda deyarli 60-daqiqalarda Kylian Mbappe zaxiradan tushayotgan paytida Sherkiga qarab N'Golo Kanteni ko'rsatib, qo'lga taqadigan sardorlik baxshini olib keldi ekan. Va Rayni ham hech bir ikkilanmasdan Real Madridning yulduzini aytganini qilib, hammamiz yaxshi ko'radigan o'yinchidan shu sardorlik qo'lga taqarni olib keldi. Bir tarafdan bu yerda qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Kylian Mbappe asosiy yulduz hamda bu terma jamoaning sardori-ku deb aytishingiz mumkin. Ikkinchi tarafdan esa bu oddiygina o'rtoqlik o'yini edi. Va eng qiziq joyi shundaki, bu o'yin aynan Kanteni tug'ilgan kunida bo'layotgan edi. Va nima bo'lishiga qaramasdan zaxiradan tushib kelayotgan Mbappe ko'p muxlislarning so'zlariga ko'ra o'zini bunaqa qo'pol tarzda tutishi kerak emas edi. Undan keyin esa internetda darhol uni Messi bilan taqqoslashni boshlashdi. Qarabsizki, Lionelda xuddi shunaqa vaziyat bo'lganida, u yo'q, menga bu sardorlik kerak emas, o'zingda qovursin deb Otamendiga gapirgan. Unda esa Real Madridning yulduzi o'zini kelinglardan olamiz sal xunukroq tarzda ko'rsatdi. Xo'sh, sizcha bu haqida qanaqa fikrdasiz? Albatta izohlarda yozib keting.